mana 2009-yil Lacetti'miz zanglab ketgan ekan. Ana karnizlari teshilib, binagina tushirib teshilgan. Eshiklarning ichi zang ko'targan. Mana mashinchamizni zanglab olib, polirovka qilib yangiday qilamiz nasib etsa. Bunaqa oldin faralari ham mana sarg'ayib birak holatga kelgan. Ularga fara shisha almashtiramiz. Mashinchani polirovka qilib, hamma zanglagan joylari bor. Mana shular hammasini olib, aylarga antigravillarni sepib, mashinchamizni ishlarini qila olamiz. Hozircha ish davom etmoqda.